Salom hammaga. Bugun Counter Strike 1.6 ni nastroykasi bilan unga kerakli bo'ladigan endi boshlovchilar uchun kerakli kodlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi videosidan boshlaymiz. OpenL da turadi. Ekran normalniy bo'lishi kerak. Mana 640 ga 480 qo'ysak, shunda bizga yaxshiroq bo'ladi. Nimaga kichkina? Chunki kichkinaligida grafika chiroyliroq turadi, ham aniqroq ko'rinadi. O'yinimiz boshqacha. Hop, mishkaga keladigan bo'lsak, uni mana faqat bitta obzor mishka tursin. Mana bir bo'lib tursa yaxshi. Endi unga yoziladigan kodlarni birin-ketin yozib ko'rsataman. Opisaniyada ham kodlarni qoldiraman. O'zi bu kodlar nimaga kerak desa, bu kodlar asosan shu avtomatimizdan otganda to'g'ri borishiga, grafikani bizga to'g'ri ko'rinishiga, o'qimizni otganda ko'tarilib ketmasligi uchun, aniq borish uchun, o'yin holatini bizga yaxshilab berishga yordam beradigan kodlar hammasi shu boshga otganda ko'tarilib ketmasligi narsalarga ham kerak bo'ladi. Hop, endi buni tekshirib ko'ramiz. Ba'zi ekranimiz yaxshi. Barcha 3 o'tadi. Mana tekshirib ko'ringlar qanaqa tegyapti. Endi buni ikkita otish ham ko'rsataman. Mana ikkita otish aniq tegadi. Asosan shunaqa ikkita otgan yaxshiroq hisoblanadi. O'shani ta'rirlatsanglar, o'qani ko'rasizlar, qatga tushib ketyapti. Boshiga tegish uchun oyog'iga ochib to'g'ri keladi. Endi boshiga ko'tarilib tegishi mumkin. Lekin buni otish baribir xato. Ikkitalayotgan yaxshi, ham to'shimga tegadi. Ham bir boshqacharoq bo'ladi. Buni hozir boshqa o'yinda tekshirib ko'ramiz. Bu o'yinni prosta yozib olib qayta zapis qilman. Mana shu ikkita otgan joylarimni qolaman. Ikkita otganlarim aniq